Assalomu alaykum, sizlarni kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Bugungi manzilimiz Uchtepa tumani Sakkoki birlik mahallasida bo'lyapti. Bu uyi bilganlar san'atkor uyi. Biladiganlar kommentariyada kimligini yozib ketasizlar, kimligini aytmayman. 5,5 sotixga tushgan 11 ta xona tegi 100% podval qilingan, jiloy holatda turibdi. Bu tarafimizda sanuzel, yotoqxona, zal va oshxona bor. Bu tarafimizda xullas 3 ta oila bemalol kirib ketadigan holatdagi uyimiz. Remontlari tayyor, kirasiz, yashaysiz. Mebel texnikalar qo'yapti aka. Ayrimlari qisman mebel texnikalar qoladi, xudo xolasa, kelib o'zingiz kelishurasizlar. Narxini videoni davomida hech qachon aytmaganman, bu safar aytaman. Yo'ligimizga 4 ta mashina bemalol kirib ketadi. Keng yo'lak qilingan. 5,5 sotu 11 ta xona, Sakkoki mahallasi, Uchtepa hokimiyatiga yaqin joy. Juda zo'r uy, yashil hududlar bemalol. Bu yoqqa letniy kuxniyalar ham qilib qo'ysanglar bo'ladi, bu yerda qilinmagan ekan. Bu bino bir etajli binoimiz podvalini mashina garajga mo'ljallab qilishgan ekan. Любое время ugloyga tushgani hisobiga ikkita chetimiz ko'cha. Xullas, azizlar, video davomida oxirigacha ko'rasizlar. Bu binoni ko'rsataman. Binoda odam bor ekan, hozir ko'rsata olmaymiz. Xudo xolasa kelib ko'rsanglar, uy yoqadi. Baraka qilamiz. Tez orada kutib qolinglar. Oxirigacha videoni ko'ringlar va like, podpiska esdan chiqmasin. 2 qavatli binoga kirar ekanmiz. Kattagina ko'rib turganingizdek koridor qilingan. Holda olmayman buni. Koridor sifatida bitta yotoqxona, общий sanuzel, zal, ikkinchi qavatga ko'tariladigan zalamiz va oshxonamiz bo'lib qolgan. Hovlidan to'g'ri kirasizlar. Ko'rib turganingizdek, o'ng tarafdan boshlaymiz. Родительский yotoqxona deymiz. Xolasanglar, eng zo'r tarafi bu yerda etak qismiga ham uy qurilgan. Adajon, oyijonlarga отдельный uy qilib berib, bu yerda отдельный yoshlarsiz ham bo'ladigan holatda. Yana bitta plus tarafi общийga sanuzel qilingan. Zo'r qilingan ekan, bitta chachagan, umumning ichkarida hammom, tualet yana отдельно bor. Vannasi bor, tualeti bor. Zo'r tarafi ichkarida spalni yana отдельно eshik qilingan. Hammomimizni oynasigacha mavjud. Uy o'zligi uchun qilingan hisobiga juda zo'r va sifatli qilingan ekan. Kelsanglar, ko'rsanglar, xudo xolasa yoqadi. Bu manzilda, bu lokatsiyada bunaqa uylar juda kamdan kam uchraydi. Zalimizni ko'ryapsizlar. 12 kishilik stol. Mebel texnikalar xudo xolasa kelishilgan holatda qoladi. Konditsioner, pardalar, lyustralar albatta joyida qoladi. Zo'r qilingan ekan. Va ichkarida yotoqxonamiz kattagina qilingan. Oldi ko'chaga qaragan oynalari. Yetib o'tganimda hammom, tualetga uy ichidan ham, spalning ichidan ham bemalol kirib foydalansa bo'ladi. Yana bitta plus taraflardan biri yo'ligimizning eshigimiz. Bemalol kirasizlar, birinchi qavatga kirib keturasizlar, ikkinchi qavatga chiqib keturasizlar va podvalga tushib keturasizlar. Ikkinchi qavatga chiqar ekanmiz, ko'ryapsizlar, o'sha bir paytlar klassika bo'lgan taxtalardan foydalangan ekan. Yog'och taxta. Bitta katta yotoqxona, bitta detskiy xona, общий sanuzel qilingan. Balkonga bitta e'tibor berasizlar. Yon atrofdan bir-biringlarni hovlinglar ko'rinmaydi. Masjid ko'rinib turibdi, azon demay bemalol eshitiladi. Va ikkinchi qavatda zali. Ko'rib turganingizdek, kattagina bitta zal. Ichkarida yotoqxona bor. O'ng qo'limizda bitta bolalar yotoqxonasi, ichida o'zini sanuzelchasi bor.